Assalomu alaykum aziz obunachilar, yurtdoshlar. Biz YouTube'dagi kanalimiz obunachilari, biz tinglab turgan aziz vatandoshlar, biz YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar, podpiska qilinglar, yaqinlarga videolarni ulashinglar. Instagramda ham Tilla bola Mahmud nomli kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, videolarimiz keng tarqalishi uchun yaqinlarga ulashib qo'yinglar. YouTube'dagi kanalimiz Tilla bola 91. Instagramdagi kanalimiz Tilla bola Mahmudov nomli kanallar. Sizlar uchun xizmatdamiz, xudo xolasa. Bugun bir ajoyib ideya kelib qoldi. Bugun final, jahon chempionati finali ekan. Shunga bir o'zimni taxminan bildirib qo'yaychi deb. Sizlarda ham qanaqa taxminlar bo'lsa bizga qiziq. O'z taxminlarni, fikringizni kommentarlarga yozib qo'yinglar. Videomizdan tarqalish uchun yaqinlarga ulashib, like bosishni unutmanglar. Meni fikrim qani? Borani Ispaniya chempion bo'ladi deb o'ylayman. Sababi Fransiyani chiqarib yubordi. Normal rejimda o'ynayapti. Argentina endi Angliyani xatosi tufayli, orqaga yotib olgani tufayli menimcha yutib ketdi deb o'ylayman. Bu safar Ispaniyadan o'tish qiyin bo'lsa kerak. Bu futbolni yana bilib bo'lmaydi. Meni fikrim Ispaniya chempion bo'ladi. Qanaqa hisobda, qanaqa holatda chempion bo'ladi unisini bilmayman. Sizlar o'zingizlar taxminlar bildirib, qanaqa hisobda yutadi? O'yindanmi, penaltilar seriyasimi, qo'shimcha daqiqalardanmi, ekstra taymlar? O'z fikrlaringizni kommentarlarga yozib, videomizni keng tarqalishi uchun ulashib qo'yinglar yaqinlarga. O'yindan keyin xudo xolasa futbol haqida qolgan yangiliklarda, qolgan qiziq bo'lgan voqealarda, futbolda bo'lib o'tgan eng qiziqarli lavhalarni xudo xolasa sizlar bilan baham ko'ramiz. Ertaga xudo xolasa futboldan keyin futbol masalasini gaplashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarga rahmat.